O'zbekistondan bolalar keladi, erga tegadi bu yerda. Tushunsan? Uylandim deydi. O'zbekistondan kelgan mana degan nechta bolani tanizam keldi, student o'zi. Endi maktab bitirdi. Aka, yaxshi qiz bo'lsa uylanaman. Voy, qanaqasi desa, u grajdanka bo'lishi kerak, puli bo'lishi kerak. Undan keyin uyi ham bo'lishi kerak, mashinasi ham bo'lishi kerak edi. Ha, uka, erga tekkansan deyman. Undan ko'rasiz erga teg deyman. O'sha zo'r deyman senga. Kechqurun ujinni qilgan, ko'chaga chiqib ket, tiqilyotibdi ish. Qilaman desang bor, bolalardan telefon qilib so'rasang, tiling bor, bir qarich. Telefon qilsang, "Aka, ish bor, keling" deydi. Yo'q bo'lsa ish bo'lsa aytlaring desa, bor ko'p. 11 gacha uxlaydi. Ha, desa, "Chota g'alati ekanda, bugun mazam yo'q" deb qo'yadi. Voy, bir qilishga chiq, ertalab 7:30-8da bomdodda o'qiganda chiq. Chiqib hayda. Yo'q, 11 gacha uxlaydi. Aynan qilib, uxlab keyin yana kechqurun ha desa, kvartiraga puli yo'q. Ha desa, keyingi hafta qilib beraman. Qatdan qilib berasan? Toshkentdan ambitsiyasi bilan keladi. Cho'nchakda ximiri yo'q.